Arktikaning 2 kilometr muz ostidan o'tgan radar missiyasi 90 darajali to'g'ri burchakka ega g'alati shaklni qayd etganini bilasizmi? Tabiiy jarayonlarda bunday mukammal shakllar deyarli uchramaydi. Bu esa olimlarni qattiq hayratga solgan. Ayrim mutaxassislar bu qatlam ostida odam qo'li tekkan tuzilma bo'lishi mumkinligini ehtiyotkorlik bilan aytishgan. Boshqa bir guruh esa buni muzning tarixiy siljishi natijasi deb hisoblaydi. Ammo bir narsa aniq. Arktikaning muz osti naqshlari hozirgi ilmiy tasavvurlarga sig'maydi. NASA Ice Bridge loyihasida qayd etilgan eng qiziq ma'lumotlardan biri muz ostida yotgan noodatiy tekis qatlamdir. Bu qatlam atrofidagi boshqa muz qatlamlari bilan mutlaqo mos kelmaydi. Tabiiy 7000 yillik muz oqimlari odatda notekis chiziqlar hosil qiladi. Ammo bu joy g'alati ravishda silliq. Ba'zi geologlar buni qadimiy sho'rlangan dengiz bo'limi deb taxmin qilishgan. Ammo aksariyat radar mutaxassislari bunday g'alati rezonansni biror tuzilmaning sirtidan qaytgan nurlanish deb ko'rmoqda. Arktika o'rtasida kuzatilgan issiq nuqta olimlar uchun eng sirli topilmalardan biri bo'ldi. -40 gradusdan past bo'lgan hududda harorat lokal ko'tarilishi radar orqali qayd etilgan. Ammo bu joyda na vulqon, na geotermal faol zona bor. Geofiziklar bir necha model asosida issiqlik manbai ostida past zishlikli bo'shliq bo'lishi mumkinligini aytgan. Biroq ekstremal sharoit va qalin muz sababli bu hududga amaliy burg'ilash, ya'ni sondaj olib borilmagan. Shuning uchun issiq nuqta hozircha faqat kuzatuvlar orqali ma'lum, ammo uning asl tabiati ochilmagan jumboq bo'lib qolmoqda. Piri Reis xaritasida shimoliy hududlarga o'xshash chiziqlar mavjudligi haqida tarixchilar yillar davomida bahs yuritib kelishadi. Xarita 1513-yilda tuzilgan bo'lsa-da, uning ayrim segmentlari muzsiz Arktika relyefiga juda yaqin ko'rinadi. Ayniqsa, kontur chiziqlari va qirg'oq shakllari. Ayrim olimlar buni tasodif yoki turli manbalar aralashib ketgan natija deb biladi. Boshqalar esa qadimgi dengizchilar Arktikaning past kenglik hududlariga yetib borayotgan bo'lishi mumkin deya ehtimol keltiradi. Eng qiziq jihati shundaki, xaritadagi geografik tasvirlash uslubi o'sha davr ilmiy imkoniyatlardan ancha murakkab ko'rinadi. Bu esa xarita manbalari haqidagi savollarni yanada chuqurlashtiradi. Seysmik o'lchovlar Arktika ostida zishlik pasaygan hudud borligini ko'rsatadi. Bu hududning shakli tabiiy bo'shliq yoki muz ostidagi suv havzasi kabi ko'rinadi. Ammo rezonans naqshi mutlaqo boshqacha. Tabiiy bo'shliqlarda chiziqlar yumshoq bo'ladi. Bu yerda esa keskin o'zgarishlar bor. Geofiziklar bu jarayonni hali tushuntira olmagan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu hudud boshqa joylardagi tabiiy o'zgarishlarga o'xshamaydi. Fridtjof Nansen o'z kundaligida Arktikada eshitilgan g'alati tovushlar haqida yozgan. U bu tovushlarni yer ostidan kelayotgandek his qilganini qayd etadi. Ba'zi zamonaviy fiziklar bu tovushlarni muzning ichki kuchlanishlaridan kelib chiqqan deb hisoblaydi. Ammo Nansenning ta'riflari oddiy muz ko'chishiga o'xshamaydi. U ritmik, takrorlanuvchi va juda aniq tovushlar haqida yozgan. Bu guvohlik Arktika ostida nimadir mavjudligi haqidagi fikrlarni yanada kuchaytirgan. Arktikadan olingan ba'zi muz yadrolarida g'alati minerallar uchraydi. Bu minerallar Arktika atmosferasida tabiiy ravishda uchramaydi va ular millionlab yillar avval kelib tushgan bo'lishi mumkin. Ba'zi geokimyogarlar bu zarralarni uzoq o'tmishda bo'lgan katta meteor hodisasi bilan bog'lashmoqchi bo'lgan. Ammo minerallarning tarkibi oddiy kosmik changga emas, yerdagi qayta ishlangan metallarga o'xshab ketadi. Bu esa savolni yanada ekzotiklashtiradi. Arktikaning ayrim hududlari harbiy va ilmiy cheklovlar bilan muhrlangan. Nega aynan o'sha joylar ochiq emas? Aniq sabablar aytilmagan. Ba'zi manbalarda radarlar g'alati signallar aynan shu zonalarda qayd etilgani aytiladi. Rasmiylar buni xavfsizlik uchun deya tushuntirishgan. Ammo nega xavfsizlik aynan uzoq shimolda kerak bo'ladi degan savol javobsiz qolmoqda. Ba'zi radar modellarida muz ostida to'rtburchak shaklli aks sado qayd etilgan. Bu aks sado na tabiiy muz oqimiga,
na tosh qatlamlariga o'xshaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu rezonansning chetlari juda tekis. Tabiatda shunday tekis chiziqlar juda kam uchraydi. Bunday topilmalar esa muqobil tarix tarafdorlari uchun asosiy dalilga aylangan. Arktika ostidan eshitilgan past chastotali impulslar hali ham to'liq tushuntirilmagan. Ba'zi fiziklar buni yirik muz massalarining siljishi deya talqin qiladi. Ammo ritmik pulslar tabiatda kam uchraydi. Bu impulslar go'yo biror mexanik manbadan kelayotgandek eshitilgan. Ekspeditsiya jurnallarida bu signal 48 kilometr masofada ham qayd etilgani yozilgan. Arktika topografiyasida juda katta aylana shaklidagi cho'kma aniqlangan. Bu cho'kma diametri jihatdan eng yirik meteor krateriga o'xshaydi. Ammo uning markazi g'alati darajada tekis. Meteor kraterlari odatda markazida balandroq o'choqqa ega bo'ladi. Bu yerda esa butun yuzasi bir xil. Bu cho'kmaning kelib chiqishi hanuz noma'lum. Ba'zi mutaxassislar uni qadimiy geologik siljish deb hisoblashsa, boshqalar uni yirik sirli jarayon natijasi deb taxmin qilmoqda. Arktika ostidan o'tgan yuqori chastotali radar tahlillarida simmetrik olti burchak shakliga o'xshash naqsh qayd etilgan. Tabiatda bunday struktura faqat kristallarda uchraydi, lekin yer osti masshtabida juda noyob. Olimlar bu naqshni muzning 1000 yillik siljishi natijasi deb taxmin qilgan, ammo burchaklarning aniqligi bu fikrni yanada murakkablashtirgan. Chunki millimetr aniqlikdagi parallel chiziqlar tasodifan hosil bo'lishi qiyin. Radar fiziklari bu manzarani tushuntirishni kutayotgan jumboq deb atashgan. Ba'zi tarixiy jurnallarda Shimoliy dengizchilar 1000 yillar avval Arktika bo'ylab g'alati yo'nalish chiziqlarini kuzatgani qayd etilgan. Ularning deya olgan birgina tavsifi shamol bilan birga yurmaydigan nurli yo'l bo'lgan. Zamonaviy ilm bu kuzatishlarni shimoliy yorug'likning past darajadagi varianti deb izohlashga urinadi. Ammo yo'nalish chizig'ining doimiy bo'lishi fizik jihatdan nomuvofiq. Bu guvohlik Arktika atrofidagi qadimiy izlar mavjud bo'lishi ehtimolini kuchaytiradi. Arktika ostida suv oqimlari borligi ancha oldin aniqlangan. Ammo yaqinda qayd etilgan yangi oqim shakli mutlaqo boshqacha. Bu oqim sigaret nayiga o'xshash mukammal silindr shaklida bo'lib, devorlari g'alati tekis ko'ringan. Tabiiy daryolar odatda egri bo'ladi. Bu esa geometrik tuzilishga o'xshaydi. Geologlar hali bu shaklning paydo bo'lish sababini aniqlay olishmagan. Ba'zi nazariyalarda bu loyiqa oqimi tomonidan yemirilgan joy deb tushuntiriladi. Ammo shaklning mukammalligi bunga zid. Muz yadrolari ichidan topilgan ayrim zarrachalar metallga o'xshash yorqinlikka ega. Bu zarrachalar geologik tabiatga mos kelmaydi. Ularning tarkibida juda kam uchraydigan aralashmalar bor. Metallning kristal tuzilishi esa tabiiy ravishda emas, balki qayta ishlangan shaklga o'xshaydi. Geokimyogarlar bu parchalar qadimiy dengiz meteoridan kelgan deb taxmin qilgan. Ammo bunday tarkib meteorlar uchun ham noodatiy hisoblanadi. Bu zarracha kelib chiqishi hanuz sir. Seysmik tadqiqotlar muz ostida g'alati to'rtburchak qavatni qayd etgan. Qavat tabiiy tekis tosh qatlamiga o'xshamaydi, chunki uning chegaralari juda aniq. Ba'zi geologlar bu hududni qadimiy muzlanish davrida hosil bo'lgan muz-suv aralashmasi deb hisoblaydi. Ammo rezonans ma'lumotlari uning zichligi atrofga qaraganda farq qilishini ko'rsatgan. Bu qatlam tabiatda juda kam uchraydigan tuzilish jarayoniga o'xshaydi. Magnetometrlar Arktika bo'ylab har doim o'zgaruvchan signal beradi. Ammo bir joyda juda g'alati holat kuzatilgan. Butun signal birdaniga pasayib, mutlaq jimlikka tushgan. Bu tabiatda juda kam uchraydigan holat. Magnetik jimlik fazosi go'yo yer ostida magnitni yutuvchi tuzilma borligini eslatadi. Ba'zi fiziklar bu hududda o'ta barqaror tosh birikmasi borligini aytishadi. Ammo u qanday shakllangan, hech kim bilmaydi. Arktika sivilizatsiyasi afsonasi qadimiy xaritalarning ayrim parchalarida ham uchraydi. Ba'zi xaritalar shimolda hozir mavjud bo'lmagan quruqliklarni ko'rsatgan. Tarixchilar bu xatolar navigatsiya noaniqligi deb aytishadi.
lekin ayrim chiziqlarning mukammal tiklanishi masalasini murakkablashtiradi. Kimdir bu hududlarni ko'rganmi yoki bu tasodifmi, savol ochiq qolmoqda. Xarita parchalari esa sodda xatoga o'xshamaydi. Past chastotali rezonans o'lchovlari Arktikada bir joydan takrorlanuvchi impuls kelayotganini ko'rsatgan. Bu impuls inson qulog'iga eshitilmaydi, ammo asboblarda aniq qayd etiladi. Bunday impulslar vulqon osti jarayonlari uchun xos, ammo Arktikada vulqon yo'q. Olimlar bu impulsni muz siljishiga bog'lashgan, ammo ritmik takrorlanishi bu fikrga to'g'ri kelmaydi. Impulsning manbasi hanuz aniqlanmagan. Arktika ostida qadimiy sivilizatsiya bo'lganini tasdiqlovchi ishonchli arxeologik dalillar yo'q. Biroq radar, seysmik o'lchovlar, minerallarning g'alati tarkibi va topografik simmetriya bularning barchasi ilmni savollar bilan to'ldirmoqda. Ilmiy doiralarda bu topilmalar hali to'liq izohlanmagan hodisalar sifatida qayd etilgan. Tasodifmi yoki biz hali bilmagan jarayonmi? Hech kim aniq ayta olmaydi. Ammo Arktika ostida o'rganilishi kerak bo'lgan juda ko'p jumboqlar mavjudligi shubhasiz. Arktika sivilizatsiyasi haqidagi eng yirik ilmiy hisobotlar, radar skanerlari, NASA Ice Bridge ma'lumotlari va qadimiy xaritalarning chuqur tahlillari. Barchasini Telegram kanalimizda to'liq ko'rishingiz mumkin. Bu mavzu atrofidagi afsonalar, ilmiy dalillar va jumboqli topilmalar bir joyda jamlangan. Qadimiy izlar bormi yoki biz hali kashf etmagan tabiiy jarayonmi? Eng keng qamrovli tahlillar sizni o'sha yerda kutmoqda. Telegramda davom etamiz.